Bo'lmasam, risovaniy instrumentlarini o'rganishda davom etamiz. Endi navbat shtrixga keldi. Shtrixni o'zini alohida keyinroq ko'rib o'tamiz. Hozir esa risovaniy bo'limida bizlarga ko'rinib turgan qismini o'rganib bo'lganligimiz sababidan mana bu yerdan ustiga bossak, pastdagi instrumentlar ochiladi hamda mana bu bulavkani ustiga bosib qo'ysak, hech qayerga qaytib yopilmaydi hamda bizlar boshqa instrumentlarni ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, splaynga yetib keldik. Splaynlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi mana bunday chizib ko'rsataman. Mana bunday tarzda splaynlarni chizishimiz mumkin. Enter hamda ikkinchisi bu splayndagi vershinalar orqali ularni joyini qo'yish orqali chizishimiz imkoniyatini beradi. Mana bunday tarzda ko'rib turgan bo'lsangiz, bunisida vershinalar orqali, bunisida esa tepasidagisida aynan splaynni ustida yotgan nuqtalarni o'zgartirish orqali splaynni chizishimiz mumkin. Bularning ikkalasi ham aslida bitta narsani tashkil qiladi. Ularni misol mana bu ochiladigan menu tugmachasi bor. Buni ustiga bossak, bunga ham upravляющий vershinidan foydalangan holda splaynni o'zgartirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yoki aksincha, pastdagi splaynni ham splaynni ustida yotgan nuqtalar orqali o'zgartirish imkoniyatini berish uchun uni ham menyusiga kirib, определяющий ni tanlashimiz kifoya qiladi. Splaynni mana bu nuqtalardan ushlab, ularni mana ustiga shunday ushlab tursak, rastini za определяющий точка bor. Shunday bo'lsa, prosta rastini tutsak bo'ladi, ya'ni tortishimiz. Ikkinchisi добавить, ya'ni yana bitta точка добавить qilishimiz mumkin. Mana bunday tarzda. Hamda keyingisi добавить qilingan точkalarni удалить qilish imkoniyatini beradi. Xuddi bu ham poliliniyaga salgina o'xshab ketadi. Buni ham kontrol yordamida qilishimiz mumkin. Bitta bossak, yangi точка, ikkita bossak, точкani yo'qotadi. Bu jihatdan tushunarli deb o'ylayman. Endi vershinalarga keladigan bo'lsak, vershinalarda ham xuddi shunday, mana bunday vershinalarga keladigan bo'lsak, vershinalarda ham shunaqa nastroykalar mavjud. Masalan, birinchisi o'sha vershinadan tortib joyini o'zgartiradi. Buni shundoq o'zini ham qilsak bo'ladi. Ikkinchisi bu добавить, ya'ni pastdagiga o'xshab yana bitta vershina создать, ya'ni yasaymiz. Keyingisi uплотнить vershini, vershinalarni как бы bittasini olib tashlaydi. Keyingisi uплотнить vershini, ya'ni yana bitta vershina qo'shadi, lekin tekislik darajasini orttiradi. Mana bunday tarzda. Keyingisi uплотнить vershini. Buni uплотнить vershini qilganimizda vizualni hech qanday narsa sodir bo'lmaydi, lekin shunchaki mana nuqtalar soni ko'payadi. Bu esa splaynimizga, ya'ni obyektimizga hech qanday ko'rinish jihatdan ta'sir etmaydi. Mana bunday ko'rib turganingizdek, ko'rinish jihatdan hech nima o'zgarmayapti, lekin nuqtalar soni ko'payapti. Buni ham nuqtalar orqali belgilashga o'tadigan bo'lsak, nuqtalari ham ko'payadi, lekin splaynimizning ko'rinishi o'zgarmaydi. Yana oxirgi menu qoldi. Bu удалить vershini. Ana shu vershini, ya'ni nuqta удалить bo'ladi. Mana bunday tarzda. Demak, splayn shulardan iborat. Mana shular yordamida splaynni ishlatishimiz mumkin. Umuman olganda splayn uncha keraksiz narsa hisoblanadi arxitekturaviy chizmalarni chizishda. Uni foydalanadigan joy faqatgina misol landshaft qilayotganda, ma'lum bir badiiy uzor
chizayotganda biron joynikini ishlatish mumkin. Bundan tashqari podpislarni AutoCADga rasm sifatida olib kirib, uni ustidan yurg'azib chiqish imkoniyatini beradi. Bundan ortiqcha uning unchalik kerakli joyi yo'q. Faqatgina ba'zi bir boshqa dasturlarga tayyorlangan chizmalarni AutoCADga import qilganimizda ularni ba'zilari spline ko'rinishida o'tadi.